Salom dostlar, men bugun Black Gamer. Men bugun sizlarga Minecraftda 6 ta sir va bu sirlarni sizlar uchun sandiqlarga solib tayyorlab qo'ydim. Qanimiz ota birinchi sirdan boshlasak. Birinchi sir ot minish. Ot minish uchun bizga kerak bo'ladigan narsalar sidlo, sazatvor. Otning tuxumi ya'ni. Bir ot qo'yamiz va uni qo'lga o'rgatib olishimiz kerak bo'ladi. Mana yurakchalar chiqdi otdan. Keyin uch nuqtani bosamiz. Uch nuqtani bosgandan so'ng buni va buni qo'yamiz mana. Otni xohlagan joyga boshqarishingiz mumkin. Mana ot ko'rmoqda. Otdan narsalarni olib, ikkitadan bossangiz tushasiz. Bu birinchi sir edi do'stlar. Bo'lmasa ikkinchi sirga o'tamiz. Ikkinchi sir itni qo'lga o'rgatish bizga kerak bo'ladi. Suyak va itning tuxumi. Bitta qo'yamiz bera va suyakni uramiz. Yozuv chiqadi o'zi. Mana приручить deb yozuv chiqdi bosamiz. Turib turadi it. Uzoqroq olsangiz orqangizdan yuradi. Mana yurib kelyapti itimiz. Yo'qqa boramiz. Do'stlar, bu ikkinchi sir edi. Sirga o'tamiz. Uchinchi sir. Daraxtni tez o'stirish uchun bizga kerak bo'ladigani daraxt va bu yerga daraxt qo'yamiz. Qo'yibmiz hamma narsani.